Sizlar bilan yana o'sha Freds. Bugun men ukam bilan quruvchilar jangi o'ynayman. Qalaysan makaron kalla? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Obunachilarga salom deb qo'ying. Hammaga salom ukam tarafda. Xullas, bugun quruvchilar jangi o'ynaymiz. Nima quramiz? Uy. Bo'ldi. Ukam, sen bilmabsan meni qurish mahoratimni. Qani ketdik. Xullas do'stlar, o'zimizga quradigan narsalarni oldik. Endi boshlanishni qurib ko'ramiz. Xullas do'stlar, mana men uyimni deyarli tugatdim desam aldayotgan bo'laman, lekin zichasini qilib bo'ldim deb o'ylayman. Mayda nima sindirdingiz? Eshik ochdim. Xullas, hozir davomini ko'rasiz. Bu yoqda yana bo'lsinmi, bu yoqda. Xullas, men modern house qurmoqchiman. Xullas, Minecraftga lekin mod qo'shmagandim, qatyapti. Hop. Shu panel qo'yish qiyin. Xullas do'stlar, uyimizni bitirib bo'lgandan keyin, ya'ni bezatayotganda yoki videoni boshlaymiz. Jigar, nima? Hech narsa qilmasdan o'tib ketmoqchimisiz? Obuna bilan like bosib qo'ying. Shuncha harakat qilyapmiz. Qani, Birga bo'laylik. hali bo'lgani yo'q. Do'stlar, biz deyarli men bitirib qoldim, ikkinchi qavat qoldi. Ikkinchi qavatdan bormi hali? Voy. Yo, siz xohlagan qavatingizcha quring, men ikkinchi qavat qurib, sizdan o'tib ketmoqchiman. Bo'taxon. Bo'tjon, eshik dedi. Las kirib olamiz uyimizga. Kirgandan keyin bu yerga bunday qilib Xullas do'stlar, ikkinchi qavatimga yo'l ochyapman. Artefaktli uyga o'xshab qolmasa bo'ldi. Xullas quramiz 1 2 3 4. Bu yoqda ham 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Xullas do'stlar, shunaqa qilib quramizda. Do'stlar, hozir to'xtinglar. Hey. Meriga barqitni kim qo'ydi? Senmi? Merga barqitni sen qo'ydingmi? Yo'q. Aldama, o'zi qo'yilmaydi. Aldaganim yo'q. Hozir uyimni tenanta bilan portlataman. İyi bo'ldi. Hozir. Xullas, shunaqa qilib qurib olamiz. Xullas do'stlar, men endi bu yerga dekoratsiya bermoqchi bo'lyapman. Nega desanglar, prosta quruq uy bo'lib qolyapti. Xullas, men ukamni yutaman. Obunachilar bilasizlar, kimga muxlislik qilishdi. Xullas qurib olamiz. Mana, qalay dekoratsiya, bo'lmaydigan dekoratsiya bu. Bu yerga eshik qo'yib olamiz. Xullas do'stlar, qurib olamiz uyda. Mana. Do'stlar, uyimni bitiray deb qoldim.
Las quryapmiz do'stlar. Qurishni davom etamiz. Tomini ham chiroyli qilamiz. Xo'sh. Bu yana qurib olamiz. Chekkalar negadir qurilmay qolibdi. Nega buni ham bo'lyapti bilmayman. Qo'lim og'rishni boshladi to'g'risi. Bu yerga mana shunaqa qilardik, lekin kerak emas. Ichini bezatish shartmi, shart emasmi? Ha. Hozir bezab olamiz. Shart bo'pti, shart. Mana tomi qurilgan, yaxshi. Bu yerga lantern yozamiz hozir. Lanternda qurib bo'lmayapti negadir. Mayli, o'zimizning fakkeldan. Torch inglizchasiga. Torch. Bu yerga torch qo'yib olamiz. Devanda men uchun yoqadigan rang bu albatta qora rang. Hamma erkaklarning rangi bo'lish kerak. Mendan tashqari. Yo'q, bu yerga tursa eshikni to'sib olyapti. Gilam. Juda ham sizlarda issiq bo'lyaptimi? Qaysi viloyatdan ekanligingizni yozib qoldiring iltimos. Mana do'stlar, birinchi qavatni ham bezab oldik, endi ikkinchi qavatga o'tamiz. Do'stlar, xullas, ikkinchi qavatni ham bezab oldik. Ikkinchi qavat ko'proq quyoshda dam oladigan joy. Mana ikkinchi qavatda xonalar saqlaydigan joylar nimadirlarda. Qani ukam bo'ldimi? Bo'ldingmi? Bo'ldim. Men tarafga qaramasangiz bo'ldi deb ketdim. To'xta, bitta narsa qolib ketibdi. Nima? Hozir. Eshikni ochib Jim, yo'q, to'xta. Hozir. To'xta, shoshmay tur. Xullas, uyga dekoratsiya bermoqchiman, jicha do'stlar. Axir nima deysizlar? Dekoratsiyani oshig'i bo'lmaydi. Hop. Ana. Bu qara. Omad men tarafda har safar. Bu bir-biriga yaqin bo'lib qoldi. Hammasi bittada bo'lyapti. Bittada. Bo'ldi. Ochaveraymi eshikni? Eshikdan kiramiz, to'xta. Boshladim. Uka, kalbosh. Nima bo'ldi boshingga? Ketdi. To'xta, birinchi sening uyingni ko'ramiz, ketdik. Do'stlar, ukamning uyiga baho beramiz demoqchi edim. Bosh so'p kalla bo'lib qolibdi. Mana nima bo'pti. Hammasiga ham mayli. Mana nima daraxt bu? Daraxt chichina. Zul tanam chiqib ketyapti. Ichkariga kiramiz. Ichiga baho bering. Ichiga baho beraman. Boshida nimadir yonyapti. Nima yonyapti? Nima hozir ertalab ko'ray. Las. Qaraychi. Yo'q, bu yoq bo'sh-da, masalan. Bitta narsa ayta oladi. Siz nima qaysi yerda olgansiz buni? Uxlayapsiz. Minut o'zingiz tushuning. Uxlayapsiz-da. Bunday qarasiz, betingiz tagida, betingiz yorug' buni ham o'chirib ham bo'lmaydi-da, maykrof o'chirishni qo'ymagan. Nima qilasiz shuni? Sizdan balayg'i. Yo'q, bo'ldi endi. Undan nechasiz? Men bu uyga baho qo'ymoqchi emas edim. Men sopkallaga
Bilmadim, obunachilar o'zi biladi, lekin men uchun 10 dan 6. Obunachilar siz uchun nima? Albatta kommentariyaga yozib qo'yamiz. Ketdik, sopkallarni ko'raylik. Ketdik. Chuqurchoqqa tushib ketdik. Mana mening uyim. Lekin hozir dekoratsiya bo'lyapti, bittasi katta, bittasi kichkina. Qanday? Bu bo'pti, bu dekoratsiya hisoblanmasa ham mana. Yo'q, ayriymiz. Bo'pti, bir baliq minus 9 hozircha mana. Mana nima dekoratsiya bo'lmay otdi bo'qimi? Yo'q, bu yaxshi, bu bo'ladi. Qani ichiga o'taylik. Ketdik, kiring. Men yana bir bal minus topdim desam to'g'ri. Mana, qulaylik. Masalan, Hozbekka pechka qo'ysam ham bo'lardi, ertalabda bosh ish qilib turardi. Undan ko'ra men sal logikani ishlatdim. Bu yerga sandiq qo'ydim. Yo, bitta dekoratsiya qo'ysam bo'ladimi? Yo'q, Ha, bo'ldi. Keyin qo'yamiz. Yaxshi. yana ikkinchi qavat. To'xtamay chiqolmayapti. Mana, Oh. mana ikkinchi qavat ko'proq narsa saqlaydigan joy. Kitoblar juda ko'p o'qiysiz. Bitta narsa aytaymi? Men olimman. Ismim meni olim deb. Hazal ismim olim emas. Eshikni yopib. O'zinglar kommentda ismlarimizni topinglarchi. Faqat Hasan Husandan tashqari Hasan Husan emas. Mana bu yerda quyoshda Zagarov o'tiradi. Faqat mana bedrock devori yo'q bo'lsa. Qalay? Ha, bunga 10dan. Ha, undan nechi? 10dan 8. Kam kim yutdi, lekin hali beri aniq emas. Soppa boshqacha. Hali aniq emas. Obunachilar, iltimos kommentariyaga yozib qolishingizni kutib qolaman. Bu bizga motivatsiya bo'ladi.